Erta tashxis hayotni saqlab qolishning eng muhim qadami. PET-CT tekshiruvi kasallikni erta bosqichda aniqlashning zamonaviy usuli. Birinchi bosqich ro'yxatdan o'tish. Shifokor sizning tibbiy ma'lumotlaringizni o'rganadi va tekshiruvga tayyorlaydi. Keyingi bosqichda tayyorlov amalga oshiriladi. Tekshiruvdan 4-6 soat oldin ovqatlanmang, faqatgina suv iching. Metall buyumlar saqlash, qahva hamda shakarli ichimliklar ichish tavsiya etilmaydi. Uchinchi bosqichda organizmga maxsus modda yuboriladi. U tanada tarqalib, faol hujayralarni aniqlaydi. Bemor 40-60 daqiqa davomida tinch holatda dam oladi. To'rtinchi bosqich skanerlash. PET-CT apparati tanadagi eng kichik o'zgarishlarni aniqlaydi. Jarayon esa atigi 20-30 daqiqa davom etadi hamda og'riqsiz o'tadi. PET-CT bu nafaqat tekshiruv, balki hayotni saqlab qolish imkoniyati. Erta tashxis sog'lom kelajak sari bir qadam.